Bugun kelgan manzilimizda Uchtepa tumani Bedopoya bo'ladi. Bedopoya masjidi Sitovordan chapga qarab, Thompson maktabga qarab yurganinglarda 417 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Qaranglar, kirishinglar bilan mana shunaqa chiroyli yo'lga kutib oladi. Xonadon egalari uyda bo'lgani uchun xonalarni ko'rsata olmaymiz. 6 ta xonasi bor, 2 ta sanuzeli bor, 2 ta oshxonasi ham bor. Oldingi insonlar boshqacha bo'lgan, devorlar qaranglar. Baland emas, pastroq ko'rinishga ega, hijolatli bo'lgan. Hozir bo'lganda mashina 5 metr ko'tarib qo'yishyapti. Mayli, endi bu xonadon egalari uy uchun $190,000 so'rashyapti. 6 ta xonasi bor. Bedopoya, Uchtepa tumani, zo'r joy, masjid yaqin, maktab yaqin, bog'chalar ham yaqin. Yaxshi qo'ni-qo'shnilarga ega. Egalari nomeri opisaniyada bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qilib Xonadonimiz juda ham fayzli, chiroyli mahallada joylashgan. Kichkinagina zeloniy zonasi bor. Mana shunaqa uzun naves bor.